Salom, hurmatli tomoshabinlar. Bugun sizning e'tiboringizga shunday ma'lumotni havola etaman ki, u sizning moddiy ahvolingiz, moliyaviy barqarorligingiz va hatto kelajagingiz uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Pul masalasi barchamizni qiziqtiradi. To'g'rimi? Lekin hozir men aytmoqchi bo'lgan narsa shunchaki pul haqida emas, balki uni qanday qilib qo'lga kiritish, saqlash va eng muhimi, qonuniy ravishda uning egasi bo'lib qolish haqida. Ishoning, bu videoda keltiriladigan ma'lumotlar hayotingizda juda katta o'zgarishlarga sabab bo'lishi mumkin. Chunki men sizga shuni ochiq aytamanki, bu hujjatlarsiz pul sizga kelmaydi. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Bu shunchaki bir gap emas. Balki bugungi kundagi moliyaviy dunyoning shafqatsiz haqiqati. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling, har bir so'zga e'tibor bering, chunki har bir detal siz uchun muhim bo'lishi mumkin. Hoziroq kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va biz boshladik. Aziz do'stlar, qadimdan xalqimizda pulning ko'zi ko'r degan gap bor. Bu odatda pulni noto'g'ri ishlatadigan odamlarga nisbatan aytilgan. Ammo bugungi kunda bu iboraning ma'nosi biroz o'zgardi. Endi pulning ko'zi ochiq, u hamma narsani ko'radi va eng muhimi, u qaysi yo'l bilan kelganini, kimdan kelganini va qanday maqsadda ishlatilayotganini biladi. Bir necha yillar oldin biz pul o'tkazish, katta xaridlar qilish yoki daromad olish masalasida shunchalik ko'p hujjatbozliklarga duch kelmasdik. Ko'pincha zaki kelishuv yoki kichik bir qog'oz bilan ham katta bitimlar amalga oshirilardi. Masalan, biror qarindoshingiz chet eldan sizga pul yuborsa, siz bankka borib pasportingizni ko'rsatib, pulni hech qanday ortiqcha savollarsiz olib ketardingiz. Yoki uy-joy sotib olishda ko'pincha faqat notariusga borib shartnomani rasmiylashtirish kifoya edi. Ba'zan hatto naqd pul bilan qo'lma-qo'l savdo ham keng tarqalgan edi va bunga hech kim e'tibor bermasdi. Ammo hozirgi kunga kelib dunyo miqyosida va ayniqsa bizning mamlakatimizda moliyaviy tizimda ulkan o'zgarishlar yuz berdi. Bu o'zgarishlarning asosiy sabablari orasida terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurash, pul yuvishga chek qo'yish, soliqlarni to'lashdagi shaffoflikni oshirish va korrupsiyaga qarshi samarali kurashishni ta'minlash kabi global tendensiyalar mavjud. Banklar, soliq idoralari va boshqa moliyaviy muassasalar endilikda har bir pul oqimini diqqat bilan kuzatib boradi. Har qanday shubhali yoki katta miqdordagi tranzaksiya avtomatik ravishda e'tiborni tortadi. Endi sizga kimdir katta miqdorda pul o'tkazsa yoki siz o'zingizning hisobingizga katta miqdorda naqd pul qo'ysangiz, bank sizdan bu pulning manbasini, maqsadini tasdiqlovchi hujjatlarni talab qilishi mumkin. Bu bilishingiz shart bo'lgan hujjatlar degani. Bu oddiy shaxsiy pul o'tkazmasdan tortib, biznes bitimlarigacha, merosdan tortib, xorijiy daromadlargacha bo'lgan barcha moliyaviy operatsiyalarga tegishli. Agar bu hujjatlar joyida bo'lmasa, pul sizga kelmasligi, kelgan taqdirda ham uni ishlatishda jiddiy muammolar paydo bo'lishi, hatto jinoiy javobgarlikka tortilish xavfi ham yuzaga kelishi mumkin. Bu shunchaki ogohlantirish emas, balki bugungi kunning qat'iy talabi. Kimdir buni bürokratiya deb hisoblashi mumkin, ammo aslida bu sizning moliyaviy xavfsizligingizni va mamlakat iqtisodiyotining barqarorligini ta'minlashga qaratilgan muhim choralar majmuidir. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Qaysi hollarda va qanday hujjatlar sizga pul kelishining kaliti bo'ladi? Kimlar bu haqda qayg'urishi kerak va kimlar ortiqcha xavotir olmasa ham bo'ladi? Avvalo shuni ta'kidlash kerakki, bu qoidalar oddiy maishiy xarajatlar, kichik do'konlardagi xaridlar yoki do'stlar o'rtasidagi kichik miqdordagi qarzlar kabi kundalik mayda operatsiyalarga deyarli taalluqli emas. Agar siz har kun do'kondan non sotib olsangiz yoki avtobusda yo'l haqi to'lasangiz, albatta sizdan hech kim hujjat talab qilmaydi. Ammo gap bir o'z kattaroq miqdorlar haqida keta boshlaganda, ya'ni pulning kelib chiqishini aniqlash zarur bo'lgan holatlarda vaziyat butunlay o'zgaradi. Keling, bir nechta aniq misollar bilan ko'rib chiqaylik. 1. Mulk sotishdan olingan daromad. Tasavvur qiling. Siz o'zingizga tegishli bo'lgan biror ko'chmas mulkni, masalan, kvartirangizni yoki yozgi uyingizni sotmoqchisiz. Aytaylik, sizning kvartirangizni adamin $1000 sotdingiz. Bu ancha katta miqdor, to'g'rimi? Pulni bank hisobingizga o'tkazmoqchi bo'lganingizda, bank xodimlari sizdan bu pulning kelib chiqishini tasdiqlovchi hujjatlarni so'raydi. Sizga nimalar kerak bo'ladi? Avvalo, sotuv vaqtidagi oldi-sotdi shartnomasi. Notariat tartibida tasdiqlangan bo'lishi shart. Bu shartnoma pulning manbasini va maqsadini, ya'ni kimdan va nima uchun kelganini aniq ko'rsatadi. Ikkinchidan,
sizning mulk egasi ekanligingizni tasdiqlovchi kadastr hujjatlari. Uchinchidan, soliq organlariga taqdim etiladigan daromad deklaratsiyasi. Agar siz bu daromaddan belgilangan tartibda soliq to'lamagan bo'lsangiz, bank o'tkazmani amalga oshirishdan bosh tortishi yoki soliq organlariga ma'lumot berishi mumkin. Oldinlari bunday holatda naqd pul bilan savdo qilib, ba'zida soliqdan qochish imkoniyati bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda yirik bitimlar banklar orqali amalga oshiriladi va banklar shunchaki vositachi emas, balki moliyaviy nazoratning muhim bo'g'iniga aylangan. Agar siz ushbu hujjatlarni taqdim eta olmasangiz yoki ularda kamchiliklar bo'lsa, $1000 sizning hisobingizda muzlatib qo'yilishi yoki umuman bank pulni qabul qilishdan bosh tortishi mumkin. Bu nafaqat sizning pulingizni ola olmasligingizga, balki kelajakda bank bilan munosabatlaringizga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ikki meros yoki sovg'a tariqasida olingan mablag'lar. Tasavvur qiling, uzoq yashagan amakingiz vafot etdi va sizga katta miqdorda, masalan, $30,000 miqdorida meros qoldirdi. Yoki sizning yaqin qarindoshingiz sizga yangi avtomobil sotib olishingiz uchun $20,000 sovg'a qildi. Bu kabi holatlarda pulni bank hisobingizga kiritish yoki u bilan yirik xarid qilish uchun sizga nimalar kerak? Meros bo'lsa, albatta notarial tartibda rasmiylashtirilgan meros guvohnomasi. Bu hujjat sizning pulga bo'lgan huquqingizni tasdiqlaydi. Agar sovg'a bo'lsa, sovg'a shartnomasi. Agar miqdor katta bo'lsa, notarial tasdiqlangan bo'lishi maqsadga muvofiq yoki bank o'tkazmasining izohida sovg'a degan aniq ko'rsatma bo'lishi lozim. Agar bu hujjatlar bo'lmasa, bank bu 20,000 yoki $20,000 sizga berishdan yoki hisobingizga kiritishdan bosh tortishi mumkin. Bank sizdan bu pul qayerdan keldi? Sizning bu pulga qanday aloqangiz bor deb so'raydi. Chunki bunday katta miqdordagi mablag'lar ba'zan pul yuvish sxemalarida ishlatiladi va banklar bunga yo'l qo'ymaslik uchun jiddiy choralar ko'radi. Qonunga ko'ra ma'lum miqdordan oshiq sovg'alar soliqqa tortilishi ham mumkin. Shuning uchun soliq organlariga ham tegishli deklaratsiyalarni topshirish kerak bo'ladi. Chet eldan kelgan pul o'tkazmalari. Farzandingiz chet elda ishlaydi va sizga muntazam ravishda pul yuboradi. Yoki siz xalqaro platformalar orqali frilanser sifatida xizmat ko'rsatasiz va xorijiy mijozlardan pul olasiz. Misol uchun siz har oy $2000 miqdorida ish haqi olsangiz, dastlab kichik miqdorlar uchun faqat pasportingiz kifoya qilishi mumkin edi. Ammo muntazam, ayniqsa yuqori miqdordagi o'tkazmalar uchun bank sizdan pulning kelib chiqishini tasdiqlovchi hujjatlarni talab qilishi mumkin. Agar bu ish haqi bo'lsa, xorijiy ish beruvchi bilan tuzilgan mehnat shartnomasi, ish haqi to'lovlar haqidagi bank ma'lumotnomalari yoki fakturalar kerak bo'ladi. Frilanserlar uchun esa xizmat ko'rsatish shartnomasi, bajarilgan ishlar dalolatnomasi, mijoz bilan yozishmalar yoki platforma shartnomasi kabi hujjatlar zarur bo'ladi. Ba'zi mamlakatlarda, masalan, xorijdan kirib kelgan pullarning ma'lum bir qismi soliqqa tortiladi. Agar siz bu daromadlarni deklaratsiya qilmasangiz va hujjatlar bilan tasdiqlamasangiz, kelajakda soliq organlari bilan jiddiy muammolar yuzaga kelishi mumkin. Bank sizning hisobingizga pulni kiritishdan bosh tortishi yoki uni shubhali deb hisoblab vaqtinchalik muzlatib qo'yishi mumkin. 4. Biznes faoliyatidan olingan daromadlar. Kichik tadbirkor sifatida siz tovar yoki xizmat sotasiz. Aytaylik, siz oylik $10,000 miqdorida aylanma qilasiz. Bu pullarning barchasi albatta bank hisobingizga kelib tushishi kerak. Buning uchun sizda tadbirkorlik subyekti sifatida ro'yxatdan o'tganligingizni tasdiqlovchi hujjatlar, guvohnoma, ustav, mijozlar bilan tuzilgan shartnomalar, tovar moddiy boyliklarning kelib chiqishini tasdiqlovchi hujjatlar, shikayat fakturalar, kirim orderlari, bajarilgan ishlar dalolatnomalari va albatta soliq hisobotlari bo'lishi shart. Agar siz rasman tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tmagan holda muntazam ravishda pul oqimlarini qabul qilsangiz, bu noqonuniy tadbirkorlik faoliyati sifatida baholanadi va jiddiy huquqiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bank sizning shaxsiy hisobingizga kelgan katta miqdordagi mablag'larni biznes daromadi sifatida qabul qilib, uni muzlatib qo'yishi va soliq organlariga ma'lumot berishi mumkin. Natijada siz nafaqat jarimaga tortilasiz, balki tadbirkorlik faoliyatingizga ham putur yetadi. Kimlar ayniqsa xavotir olishi kerak? Yirik miqdordagi mablag'larni o'tkazuvchilar va qabul qiluvchilar, bir martalik yoki muntazam, biznes egalari va frilanserlar, chet el bilan moliyaviy aloqasi bor shaxslar, mulk oldi sottisi, meros
yoki yirik sovg'alar bilan shug'ullanuvchilar, notarius, bank, soliq inspeksiyasi bilan munosabatda bo'ladigan har bir kishi. Kimlar ortiqcha xavotir olmasa bo'ladi. Oylik maoshini kartaga oladigan oddiy ishchilar. Bank odatda ish beruvchidan ma'lumot oladi. Kundalik kichik xaridlar qiluvchilar. Do'stlar o'rtasidagi kichik miqdordagi qarzlar, garchi bu ham kvitansiya bilan rasmiylashtirilgan bo'lsa, kelajakda muammolarni oldini oladi. Pensionerlar va nafaqa oluvchilar, ularning daromadlari davlat tomonidan rasmiylashtirilgan. Lekin shuni unutmangki, har qanday shubhali holatda hatto kichikroq miqdordagi operatsiyalar ham e'tiborni tortishi mumkin. Shubhali degani bu pulning kelib chiqishi aniq bo'lmagani yoki oddiy hayotiy mantiqiga to'g'ri kelmaydigan harakatlar. Masalan, ishsiz odamning hisobiga har oy 5 ming dollar kelib turishi. Bu ham bankning e'tiborini tortishi mumkin. Har qanday qoida kabi bu moliyaviy tizimda ham o'ziga xos istisnolar, chuqurliklar va kutilmagan nuanslar mavjud. Oddiy ko'ringan jarayonlar qanday qilib murakkablashishi mumkinligini tushunishimiz kerak. Bir naqd pul va bank o'tkazmasi o'rtasidagi farq. Ko'pchilik agar pul naqd bo'lsa hech kim bilmaydi deb o'ylaydi. Bu qisman to'g'ri bo'lishi mumkin edi. Ammo bugungi kunda bu xavfli taxmin. Katta miqdordagi naqd pulni bankka qo'yganingizda, bank har doim uning manbasini so'raydi. Masalan, siz biror narsani naqd pulga sotib, 15 ming dollar oldingiz va uni bank hisobingizga qo'ymoqchisiz. Bank sizdan darhol bu pulning kelib chiqishini so'raydi. Bu sotish shartnomasi bormi? Bu sizning biznesingizdan tushgan pulmi? Agar hujjat bo'lmasa, bank pulni qabul qilishdan bosh tortishi yoki ushlab turishi mumkin. Shuningdek, naqd pul bilan amalga oshiriladigan katta miqdordagi bitimlar, masalan, avtomobil yoki qimmatbaho buyum sotib olish notarial tasdiqlangan shartnomalar orqali rasmiylashtirilmasa, kelajakda nizolar kelib chiqqanda o'z huquqlaringizni himoya qilish juda qiyin bo'ladi. Tasavvur qiling. Siz 10 ming dollar naqd pulga mashina sotib oldingiz, lekin sotuvchi bilan shartnoma tuzmadingiz. Keyinchalik mashinada jiddiy nosozlik chiqsa, sizning pulni to'laganingizni isbotlash uchun hech qanday hujjat bo'lmaydi. Bank o'tkazmalari esa har doim iz qoldiradi. Bu sizning shaffofligingizni oshiradi va sizni himoya qiladi. O'qo'y, soliq oqibatlari. Ba'zida odamlar pulni olish uchun hujjat tayyorlashadi, lekin uning soliq oqibatlarini unutishadi. Misol uchun, siz 7000 ming dollarga kvartira sotingiz. Oldi sotdi shartnomasi bor, hamma narsa qonuniy. Lekin siz bu daromad deklaratsiyasini o'z vaqtida topshirmadingiz va soliq to'lamadingiz. Oradan bir necha vaqt o'tgach, soliq inspeksiyasi sizga katta miqdorda jarima va penya hisoblab chiqardi. Chunki ular bankdan ma'lumot olishgan. Shuningdek, xorijdan keladigan har qanday daromad, freelans, dividendlar, mulkni ijaraga berishdan olingan pul mamlakat qonunchiligi bo'yicha soliqqa tortilishi mumkin. Bu daromadlarni hujjatlar bilan tasdiqlab, o'z vaqtida deklaratsiya qilish kerak. Aks holda kelajakda pulni olganingiz bilan bog'liq muammolar tug'ilishi mumkin. 3. Muddati o'tgan hujjatlar va ularning ta'siri. Ba'zi hujjatlarning amal qilish muddati bor. Masalan, ishonchnomalar, ma'lumotnomalar. Agar siz muddati o'tgan hujjat bilan bankka borsangiz, albatta sizga xizmat ko'rsatishmaydi. Eng muhimi, ba'zi bir hujjatlarni, masalan, shartnomalarni, kvitansiyalarni yillar davomida saqlash kerak bo'ladi. Nimaga? Chunki oradan vaqt o'tib, kelajakda, masalan, meros masalalarida yoki soliq tekshiruvlarida sizdan ularni talab qilishlari mumkin. Siz 10 yil oldin sotib olgan mulkingizni bugun sotsangiz, avvalgi oldi sotdi hujjatlar ham kerak bo'lishi mumkin. Qonunchilikka ko'ra ba'zi moliyaviy hujjatlarni 5-7 yilgacha saqlash talab etiladi. 4. Chet el hujjatlari va apostilli algizatsiya. Agar sizga pul chet eldan kelsa va pulning manbasini tasdiqlovchi hujjatlar xorijiy bo'lsa, masalan, xorijiy kompaniya bilan shartnoma, chet el meros guvohnomasi. Ular O'zbekistonda tan olinishi uchun maxsus proseduralardan o'tishi kerak. Bu hujjatlarga apostilli muhri qo'yilishi agar davlat apostillik konvensiyasi ishtirokchisi bo'lsa yoki konsullik legalizatsiyasi qilinishi lozim. Shuningdek, ularning o'zbek tiliga notarial tasdiqlangan tarjimasi ham bo'lishi shart. Agar bu amalga oshirilmasa, bank yoki boshqa organlar bu hujjatlarni qabul qilmaydi va siz pulni ola olmasligingiz mumkin. Bu jarayon vaqt va pul talab qiladi. Shuning uchun uni oldindan rejalashtirish muhim. 5. Uchinchi shaxslar orqali pul o'tkazishning xavflari. Ba'zida odamlar o'z nomiga pul tushishini xohlamaydi yoki biror sabab bilan imkoniyati bo'lmaydi va boshqa biror shaxsning do'st, qarindosh hisobiga pul o'tkazishni so'raydi. Masalan, siz freelancer sifatida
$2005 ishladingiz, lekin shaxsiy hisobingizga kelishini istamaysiz va do'stingizning hisobiga o'tkazishini so'raysiz. Bu juda xavfli. Birinchidan, pul do'stingizning hisobiga tushadi va bank undan pulning kelib chiqishini so'raydi. U sizning nomingizdan harakat qilayotganini isbotlash kerak bo'ladi. Ikkinchidan, bu sizning daromadingiz ekanligini isbotlashda sizga qiyinchilik tug'diradi. Uchinchidan, do'stingiz soliqqa tortilishi yoki hatto pul yuvishda ayblanishi mumkin. Bu holatda sizning pulingizni olish ham, uni qonuniy ishlatish ham imkonsiz bo'lib qoladi. Har doim pulni o'zingizning shaxsiy hisobingizga yoki ro'yxatdan o'tgan tadbirkorlik subyektining hisobiga qabul qiling va uning manbasini tasdiqlovchi hujjatlarni shaxsan taqdim eting. Xo'sh, aziz do'stlar, endi eng muhim savolga javob beraylik. Nima qilish kerak? Qanday qilib bu muammolarga duch kelmaslik kerak? Mana sizga aniq va amaliy qadamlar bo'yicha maslahatlar. 1. Har bir yirik moliyaviy operatsiyani hujjatlashtiring. Bu eng asosiy qoida. Agar siz biror narsani sotayotgan bo'lsangiz, mulk, avtomobil, qimmatbaho buyum sotib olayotgan bo'lsangiz, qarz berayotgan bo'lsangiz yoki qarz olayotgan bo'lsangiz, shartnoma tuzing. Agar siz shaxsiy pulingizni kimgadir o'tkazayotgan bo'lsangiz, bank o'tkazmasining izoh qismiga maqsadini, masalan, qarzni qaytarish, farzandimga yordam, xizmat haqi va hokazo aniq yozing. Kichikroq miqdorlar uchun ham kvitansiya yoki tilxat olishga erinmang. Bu sizning kelajakdagi bosh og'riqlaringizni sezilarli darajada kamaytiradi. Masalan, siz do'stingizga $500 qarz berdingiz. Oddiy tilxat yozdiring, unda miqdor, sana, qaytarish muddati va ikkala tomonning ma'lumotlari bo'lsin. Bu kabi harakat pulingizni qaytarib olishda yoki bank sizdan bu pulning harakati haqida so'raganda juda muhim hujjat bo'ladi. Shartnomalarni notarial tasdiqlashni unutmang. Ko'chmas mulk oldi sotdisi, yirik avtomobil bitimlari, meros bilan bog'liq ishlarda notarial tasdiqlash majburiydir. Boshqa yirik miqdordagi shartnomalar, masalan, yirik qarz shartnomasi yoki mulkni hadya qilish shartnomasi uchun ham notarial tasdiqlash maqsadga muvofiqdir. Bu hujjatlarning yuridik kuchini oshiradi va nizolar kelib chiqqanda sizning pozitsiyangizni mustahkamlaydi. Notariusga murojaat qilish uchun sizga shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport, ID karta, kerakli mol-mulkning hujjatlari, kadastr hujjati, avtomobil guvohnomasi va bitimning shartlari kerak bo'ladi. 3. Daromadingizni har doim deklaratsiya qiling va soliqlarni o'z vaqtida to'lang. Bu juda muhim. Agar siz tadbirkor bo'lsangiz, o'z vaqtida soliq hisobotlarini topshiring. Agar chet eldan daromad olsangiz, freelans, ijara, dividend, uni soliq kodeksi talablariga muvofiq deklaratsiya qiling. Soliq organlari soliq qo'mitasining elektron tizimlari orqali ma'lumotlarni to'plashadi va agar sizning daromadingiz deklaratsiyada ko'rsatilgandan ko'proq bo'lsa yoki umuman deklaratsiya qilinmagan bo'lsa, siz bilan bog'lanishadi. Daromad deklaratsiyasini to'ldirish uchun siz Soliq.uz saytiga kirishingiz, shaxsiy kabinetingizga ID karta yoki elektron raqamli imzo orqali kirib daromad deklaratsiyasi bo'limini tanlashingiz mumkin. U yerda sizga qanday ma'lumotlarni kiritish kerakligi aniq ko'rsatiladi. Agar sizda savollar bo'lsa, tuman, shahar soliq inspeksiyasiga murojaat qilishingiz mumkin. 4. Bank bilan faol muloqot qiling. Agar sizning hisobingizga katta miqdorda pul kelishi kutilayotgan bo'lsa yoki bank sizdan pulning manbasini so'rasa, xotirjamlik bilan bankka murojaat qiling. Ular talab qilgan hujjatlarni taqdim eting. Agar hujjatlar yetarli bo'lmasa, bank xodimlaridan qanday qilib to'g'ri hujjatlarni tayyorlash bo'yicha maslahat so'rang. Ular sizga yordam berishga majbur. Esda tuting. Banklar sizning pullaringizni tortib olish uchun emas, balki qonunbuzarliklarni oldini olish va moliyaviy tizimning barqarorligini ta'minlash uchun ishlaydi. 5. Barcha hujjatlarni ehtiyotkorlik bilan saqlang. Moliyaviy operatsiyalar bilan bog'liq har bir shartnoma, kvitansiya, chek, bank ma'lumotnomasi va yozishmalarni kamida 5-7 yil davomida saqlashga odatlaning. Ularni alohida papkada saqlang yoki elektron nusxalarini ishonchli joyda, masalan, bulutli xotira yoki tashqi diskda arxivatsiyalang. Kelajakda bu hujjatlar sizning himoyangiz bo'lishi mumkin. 6. Tadbirkorlik faoliyatini rasmiylashtiring. Agar siz muntazam ravishda tovar yoki xizmat sotsangiz, daromad olsangiz, albatta yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'ting yoki mas'uliyati cheklangan jamiyat tashkil qiling. Bu sizni noqonuniy tadbirkorlik uchun javobgarlikdan himoya qiladi va sizning moliyaviy faoliyatingizga qonuniy asos yaratadi. Ro'yxatdan o'tishni davlat xizmatlari markazlari
yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali Maytonkov orqali amalga oshirish mumkin. Bu maslahatlar sizga moliyaviy dunyoda o'z o'rningizni topish, muammolardan qochish va pulingizning qonuniy egasi bo'lishga yordam beradi. Unutmang, pulning o'zi muhim emas, balki uning o'rtada turgan shaffoflik va qonuniylik yanada muhimroqdir. Shunday qilib, aziz do'stlar, bugun biz bu hujjatlarsiz pul sizga kelmaydi degan jiddiy mavzuni atroflicha muhokama qildik. Umid qilamanki, siz bu videodan o'zingiz uchun juda ko'p foydali va amaliy ma'lumot oldingiz. Pulning bugungi kundagi ko'r emasligi, uning har bir harakati kuzatilishini tushundingiz. Moliyaviy muammolarga duch kelmaslik uchun har bir katta pul oqimini tasdiqlovchi hujjatlarning ahamiyatini, ularni saqlash va rasmiylashtirish zarurligini anglab yetdingiz. Sizga tavsiya etilgan qadamlarga amal qilsangiz, moliyaviy kelajagingiz ancha ishonchli va tinch bo'ladi. Bu ma'lumotlar hayotingizda qanday o'zgarishlarga sabab bo'lishi mumkinligi haqidagi fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing va do'stlaringizga ham ulashing. Eng muhimi, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Chunki men sizlar uchun moliyaviy savodxonlikni oshirishga qaratilgan yangi va foydali videolarni tayyorlashda davom etaman. Kelgusi videolarda ko'rishguncha moliyaviy ishlaringizda omad tilayman. E'tiboringiz uchun rahmat.